Cobalt mashinamizni gazda, benzinda ekan. Bu gazda muammo yo'q ekan, mashina yaxshi yurayotgan ekan. Faqat bitta muammo bo'ladi. Ertalab benzinda umuman mashina zavod bo'lmayotgan ekan. Даже любой paytdan mashina yurgandan keyin yarim soat, 1 soat turib qolsa bo'ldi. Keyin benzinda zavod bo'lmas ekan. To bir 10-15 marta chaqa qilib aylantirmaguncha. Hozir polniy diagnostika qilib tekshirilganda bez nasosi yaxshi chiqdi, adsorberi yaxshi chiqdi, injektorlari to'lgan ekan, vahshiy tiqilib qolgan ekan, yomon benzin quyib qo'ygan ekanlar. O'shani hisobiga hozir injektor tozalayapti. Benzinning rangini ham ko'rsanglar, ana oq benzin emas, salarka rang bo'yapti, вообще dabdaba. Hop. Bu Cobalt'imizda kompressiya yo'q edi, 2 silindrda motor qaltirab yotuvdi, klapan kuygan edi. Polni motor qilib berdi. Bir sidra ancha ekan, probeglari yili ham eski. Shuning uchun bir sidra polni motorlarni qilib bitirib berdi. Hozir endi paka hozir turibdi, testiy rejimda hozir polni qizdirib, kompyuter diagnostikalarni qilib, keyin tozalab, munkar qilib egalariga topshiramiz mashinani ham. Kim shunaqa xizmatga kirsa aloqada bo'lsa, salomat bo'linglar.